Assalomu alaykum mahalladoshlar. 2025-yil 21-dekabr Jizzax viloyati Arnazay tumani Bo'ston mavqeida joylashgan Farg'onadan Marg'iloni jome masjidining masjidimiz ichki ko'rinishi. Alhamdulillah, masjidimiz shinamgina to'pli pullar qilingan, issiqgina. Masjidimizda ikkita lampochkamiz kuyib qolgan ekan. Mana hozir do'konga borgan edik. Bir ukamiz bir dona original LED lampochkasidan, yana bir do'stimiz bir dona va mana masjidimiz hisobidan bir dona, 3 dona LED yoritgichlari lampochkasini olib keldik. Inshaalloh ikkovini o'rniga qo'ysak, mana bitta o'rtani yoritib turadi. Uchinchisini kichkinani o'rniga qo'yamizmi, ko'ramiz. Almashtirib qo'yaylik. Alloh rozi bo'lsin. Shu masjidimizga lampochka olib bergan ukamizdan, do'stimizdan, kasbkoriga, xonadoniga baraka bersin. Ikkitani o'rnatib qo'yaylik o'rta qismiga masjidimizda. Shunday. Mana bir ukamiz bir dona, yana bir do'stimiz yana bir dona olib bergan edi. Masjidimiz o'rtasiga o'rnatib qo'ydik. Ajoyib yorug' bo'lib qoldi. Inshaalloh bu yerda namozxonlar yorug' joyda Qur'on o'qib namozlarni ado etib ketishadi. Mana uchinchisini tomonga qo'ydik. Sal kichkinaroq edi avvalgisi. Mana shunday. Alloh rozi bo'lsin. Shu masjidimizga har tomondan ehson qilib yordam berayotgan aka-uka opa-singillarimizdan. Mana shunday. Endi uchinchisi mana 3 tani almashtirdik. Yangi qo'yib eskisini oldik. Sog' bo'linglar. 2025-yil 21-dekabr Jizzax viloyati Arnazay tumani Bo'ston mavqeida joylashgan bir xonadon Marg'iloni jome masjidi.